Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari. Kanalimga kuzatib boradigan qadrli aka-ukalar. Xohlasa mana ko'rib turganlaringdek diagnozni chuvalchangni ajratib olish boshlaganmiz. Xohlasa mana diagnozlarimiz tayyor bo'ldi. Mana shu obyektimizda hop 8 ta reaktorimiz bor bu yerda. Ko'rishingiz mumkin. Diagnozlarimiz 100% tayyor bo'lgan. Mana endi bularni chuvalchangini ajratib olsak bo'ldi. Mana bu yilgi sezonga tayyormiz, xudo xolasa mana. Mana bu yerimiz to'g'radi. Tagacha xuddi shunaqa holatda toza yedirilgan. 1 yil bo'ldi. O'tgan yili xuddi shunaqa paytda ozuqalarini yangilaganmiz, chuvalchangini ajratib, mana 1 yil bo'ldi. Bahosha mana sezonga chuvalchanglarni ajratib, diagnozlarni mana ko'rsatamiz. Yerlashni boshlaganmiz. Bu obyektimizda xudo xolasa 50 tonna diagnoz chiqadi, xudo xolasa kamida. Bularni mana chuvalchangini ajratish uchun mana shunaqangi yo'log'iga koridoriga mana ozuqalar tashlayapmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda suvlari ochib qo'yilgan, har doimgidek har kuni suv beriladi. Atroflariga mana tashlangan. Mana chuvalchanglar uje ko'rishingiz mumkin. Mana o'tishni boshlab bo'lgan. Mana sirazi. Chuvalchanglar sirazi yangi ozuqani izlab o'tishni boshlagan. Xudo xolasa mana 1 oy turadi bu. Mana chuvalchanglar yangi. Mana kecha tashlangan go'ng. Mana chuvalchanglar. Mana. Xudo xolasa bugun sanamiz 6-oktyabr. Xudo xolasa mana oyda oxiri noyabrda boshidan xudo xolasa diagnozlarini mana shu joyimizga olib chiqib to'plab tashlaymiz. Baland qilib yuvib mana shu joylarimizga. Lekin mana ozuqalarni olib keldik kecha. Xohlasa mana bugun erta mana shu chuvalchangni ajratib olish uchun yo'log'iga to'kib chiqamiz. Mana. Xohlasa mana shu ozuqalarni bugun tashlab yuboramiz. Mana bir qator to'ntarib qo'yapmiz. Shu bilan xudo xolasa bu reaktorimizni ham diagnoz tayyor bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Buni olib chiqib tashlaymiz, yangilaymiz hammasini. Tayyor diagnozlarimiz ham bor.
ilashni boshlaganmiz. Aloqachi qo'rasida. Xudo xolasa kelishilgan holda qilib beramiz. Chuvalchanglarimiz ham sotuvda. Zichliklari juda ham zo'r holatda. Qiziqayotganlar biladigan bo'lsa, nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Bittadan like bosib esdan chiqmasin.